Oynako'ldagi Vural akamizning tomorqasiga kirib borish yo'li mana shu Boymat bog'iga, bu yoq Oynako'lga ketadigan mana shu ayri ko'chaning bu tarafida mana chap qo'lga kirish bor ekan. Bu Ko'ltepa tarafdan kelsa chap qo'lga, bu Oynako'l tarafdan kelsa o'ng qo'lga buriladi mana shu. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, aziz kuzatuvchilarimiz. Mana Oynako'l mahallasidagi Vural akamizga tegishli bo'lgan 10 sotik yer tomorqasi mana sotilar ekan. Hozir mana bu Nexia mashinasi turgan joy ko'chasi ekan. Mana shu yerdan kirish qismi shu yerdan kirib kelinadi. Mana turgan uyning oldi tarafi, mana yangi beton quyilganining oldi tarafi mana shu yer 10 sotik sotiladi. Bu yerga Dayto'lakdan suv kelar ekan, nasozdan ham kelar ekan. Mana bu uylarda ko'ryapsizlar, mana shu tarafda ariq bor ekan. Mana yangi uylarda. Mana bu tut qatarli oldida katta ariq bor ekan. Shu ariqda mana shunday qasiga suv kelar ekan. Narx kelishilgan holda deyapti akamiz. Manzil mana shu Ko'ltepa tarafdan kirib kelasizlar. Chapga Oynako'lga birgandan keyin taxminan bir 300-400 metrlar kiradi. Mo'yka bor. Mo'ykadan o'tgandan keyin shu Boymat bog'ining yo'liga ketaverishda shu yo'lning ustida chapga burilib kirib keladi ekan mana shu yerda. Mana Nexia turgan joydan kirib keladi mana shu yerga. Tomorqaga hozir beda yigilgan ekan. Mana shu beda yigilgan joyda 10 sutigi sotilar ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, Vural akamizning nomerlarini joylashtiramiz, yozma ravishda ham joylashtiramiz. Telefon qilib, narxlarini o'zi telefon orqali kelishasizlar. Tomorqani ko'raman desangiz, telefonlashib kelib, mana shu yerda ko'rib ketasizlar. Tomorqaga suv yaxshi keladi mana shu yerga. 10 sutigi sotilar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalaringizga.